Bolalar hammaga salom, sizlar bilan Munisa bilasizlar. Bugungi video men ko'rganman bir narsani. Bitta odamdan bitta qishloqni o'rganib oldim, xos ko'rishdan bo'ldi. Bilmaydi. Mana bolalar bola mana bu qariyalar deb bolalar. Men shu narsalarni o'zim qurib chiqdim. Barchasini qo'limda. 1000 bor uzr bolalar. Barchasini qo'limda qurib chiqdim, lekin 1000 bor uzr. Mashina qariyalar video olaman deb esimdan chiqib ketdi. Mashinani bir tekis qurib chiqdim boru. Ko'proq ketdi, yarim soatdan ko'proq ketdi. O'sha ham 4 qishloq boru. Hali bittasini qurib olmayapman hali. Shu bittasini sizlar bilan birga quramiz ayollar. Boshqa yoqqa ko'rsataman. Davay ketdi. Mana bu kompotdan o'yi. Mana yo'llardan ko'rsataman sizlarga. Mashdan boshlab qurib ketdim. Mana teng qaranglar. Yo-moyo. Mashina o'zim qurdim bola, o'zim qurdim bola. Mana shu yoqqacha. Men bitgacha o'zim qurdim. Bitgacha. Bola o'pishim qiyin bo'ldi ekan. Ketdim andan yon quramiz. Bola mana kelib oldim. Unda boshladik. Ketdi bola. Bola video zerkalib o'tgan bo'lsa 1000 bor uzr, lekin gaplashib quraveramiz. Bola bitta narsa esdan chiqmasin, like bosib kanalga obuna bo'lish. Iltimos bola. Yangi video chiqadi bola yaqinda. YouTube'ga yangi video chiqadi, shuni ko'ringlar. Boy kambag'al chiqadi yaqinda YouTube'ga. Ko'p vaqtdan keyin chiqadi, qachon chiqishini bilmayman. Chiqib qolishi mumkin bo'laklar. Menga like va obuna qilib bersanglar bo'ldi. Ko'proq like bersanglar bizlarni ko'proq odam ko'rishiga yaqinlashadi bola. Yaqinlashib oldik. Bola mashqa qilib beraman degancha videoni to'xtatib turaman. Zerikali bo'lmasligi uchun. Bola mana bo'ldim. Ko'rishinglar mumkin. Mashqada bo'ldim. Bola bu top shu joyda mash 4 qishloqning orasida bitta qishloq, ikkita qishloq, uchta qishloq. Bir bola. Uchta qishloq. Mana shu 4-chi qishloq bo'ldi. 4ta qishloq. 4ta. Bitta joyda 4ta qishloq bo'ldi.
Kim ham bo'lar edi buni? Qishloqlar videosini oling bola. Qishloq topish videosi. Ma'qul kelishi mumkin. Bolalar, unda hammaga xayr. Bugungi video shundan iborat bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr bolalar.